Hayotga jiddiy qaraydigan, mas'uliyatli erkaklar uchun e'lon. Kelinlikka munosib nomzod bilan tanishing. Ismi Sabrina, yoshi 21 yosh. Boyi 165 cm, vazni 45 kg. Millati metiska. Yashash joyi Samarqand shahri. Oilaviy holati ajrashgan. Farzandi bitta, o'g'il. Erga qo'yiladigan talablar: ichmaydigan, chekmaydigan, ayolga qo'l ko'tarmaydigan, oila mas'uliyatini tushunadigan, uyga xizmatkor emas, umr yo'ldosh izlaydigan inson bo'lishi kerak. Farzandini o'z farzandidek qabul qila olsa yetarli. Mol dunyo darajasi muhim emas. Eng asosiysi oilani qadrlaydigan, so'zi va amali bir erkak bo'lishi. Ajrashgan bo'lsa ham mumkin, o'tmish emas, bugungi niyat muhim. Yosh chegarasi 21 yoshdan 45 yoshgacha. Agar siz hayotini tartibga solgan, mas'uliyatni ko'tara oladigan erkak bo'lsangiz, batafsil ma'lumot uchun Telegramga murojaat qiling.